Yo'q, xullas har doimgidek Jo'xa telefonni ko'tarmayapti. Juda ham xavotir olyapman. Qayoqqa ketganini ham bilmayman. Manzilni aniq aytmagan. Shu qishloqqa ketaman degan bo'ldi. Xo'sh, svetni o'chiramiz va sekin bu yerdan chiqamiz. Bu yerni esa uxlab qo'yamiz. Jo'xaga tusha olmayapman, anchadan beri xavotir olyapman. Oldiga boray desam qayerdaligini ham bilmayman. Ha, xullas aytgancha bo'layapti yangilik. Bu mashinani sotib olmoqchiman yaqinda. Bu yerda hech nima yo'q. Xullas, buni sotib olmoqchiman-da, o'rniga yangi mashina olmoqchiman. Anchagina pul to'plab qo'ydim. Bu mashina ancha eskirib qoldi endi. Buni olganimga ham taxminan deyarli 1 yil bo'lyapti, chunki 7 oymi bo'lib qoldi. 7 oycha bo'lib qoldi adashmasam. Endi nima bu ochilmayapti? Tushunmadim. Mana bu yerdan ochilardi. Aytgancha bu boshqacha edi. Xo'p, bu yer biroz ochiq tursin, chunki qizib ketdi. Hozir bir joydan haydab keldim. Mayli. Do'konni ochamiz endi. Do'konni ochamiz va aytgancha chiroqni yoqmayapman-ku. Chiroqni yoqamiz. Xo'sh, bola aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 k bo'lishimizga ozgina qoldi. Xo'p, mayli. Xo'sh, ana endi shu yerda nima desam bo'ladi? Mijoz kelishini kutib o'tiramiz. Mijoz ham qachon keladi? Klientlar yaxshi kelyapti, mijozlar. Prosta nima desam ekan? Ko'p momentlarni videoga ola olmayman, YouTube'ga qo'ya olmayman, chunki mijozlar tushunmadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Xullas, mana bu garajlarni siz sotib olganmisiz? Ha, men sotib olganman, meniki. Unday bo'lsa men bilan yuring. Tushunmadim qayoqqa? Yuring. Xullas, mana shu joy sinovga tushgan, ya'ni taqiqlangan joy. Tushunmadim, qanaqasiga taqiqlanadi? Xullas, bu yerdan biz davlat tomonidan bir narsa qilmoqchimiz. Shuning uchun bu joy sizga tegishli emas, davlatga tegishli hisoblanadi. Nimaga? Axir men bu yerni pulimga sotib olganman-ku. Gap pulda emas. Xohlasangiz pulingizni ham beramiz, lekin bu joy bizniki. Yo'q, men bu joyda planlarim bor edi. Planlarni chetga suring. Mayli, xohlasangiz o'zingizniki qilsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Buni keyinroq rasmiylashtiramiz. Kechqurun bizni mahkamaga o'tib boring. Bilasizda qayerdaligini? Ha, bilaman. Unday bo'lsa, bizni mahkamaga o'tib boring. Shu yoqda batafsil sizga tushuntiramiz, batafsil. Aha, tushunarli. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Lekin qoidalarni buzmang, do'konga ham yaxshilab qarang. Do'konda noqonuniy narsalar sotmang. Aha, tushunarli. Bolalar, yana bu nimasi? Shu yetmay turgandi o'zi. Hozir borsam palon pulga yana ishtiraf to'layman. Tushunmadim. Mayli, Jo'xaga bir telefon qilib ko'ray. Jo'xa ham ko'tarmayapti telefonni, mayli. Buni yopamiz va buni almashtiraman deb boya aytgandim va vaqti keldi. Hozir almashtiramiz buni. Qanday qilib hozir bir o'tatib ko'ray, balkim o't olib qolar. O'tamayapti-ku nimagadir. Tushunmadim. Signal bosilib ketdi, mayli. Tushunmadim, nimaga bu o't olmayapti? Buzilgan shekilli. Endigina buni almashtiraman deb turgandim. Nima qilaman endi? Bir yo'lni topish kerak. Umuman o't olmayapti. Qancha harakat qilsam ham. Undan ko'ra tinchgina o'sha kim bilan almashmoqchi edim, bitta odam bilan. O'shani o'zini chaqiraman bu yerga. Yaxshisi. Shu yaxshiroq menimcha. Xo'p, mayli. Unday bo'lsa bu mashinani bu nima dedi, kapotni xullas yopib qo'yamiz va ana endi o'sha odamga telefon qilamiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bu? Xullas, men siz bilan mashina almashmoqchi edim, esingizda bo'lsa, mening do'konimni bilasiz-a, shu yerga keling iltimos. Hozir bo'laman, tezroq. Xo'p, tushunarli, rahmat sizga. Xo'p, soat o'chirdi telefonni, soatni ko'ramiz. Soat ham 11:30 bo'libdi. Xo'p, aytgancha sizlarga yana bir narsani tanishtirib o'taman. Nima desam ekan, mana sizlarga bir narsani tanishtirib o'taman. Bu mening mashinam, buni sotib yuboraman. Albatta, buni keyin qanaqa mashinaga almashishini keyin ko'rib olasizlar. Xo'p. Ana endi bu yerda biroz mayli bo'ldi. Yozib qo'ydim. Mashinani videoga olib tashladim. Telegramdan ham bo'ldi. Telegram deganim esimga tushdi. Sizlar ham Telegram kanalimga obuna bo'ling. Agarda 200 ta bo'ladigan bo'lsa, yaqinda juda ham katta konkurs qilamiz. Xo'p, mayli. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Sizlarga zo'r planlarimni aytaman. Mana shu yerdan zapravka qurmoqchiman.
Va mana bu yerdan esa avtosalon, ya'niki mana shu yerni sotib olaman men. Yaqinda bu yerni ham pul yig'ib, biroz pul yig'ib mana shu yerni sotib olsam, bu yerdan avtosalon quraman. Narigi tomonda zapravka, bu yerda do'kon va bu yerda avtosalon. Juda ham ajoyib deb o'ylayapman. Mayli, orzuga ayb yo'q, kutamiz. Janonga bordim bir kecha, tak stop. Nahotki siz Over Design kanaliga obuna bo'lmagansiz? Axir u yerda sifatli va arzon dizaynlar bor-ku. Rayim, bu yoqqa qara. Ha, nima deysan yana? Nima? Axir bu Over Design kanaliga obuna bo'lmayapti-ku. Men ham shuni aytyapman. Mana buni qarang, qanday chiroyli banner va qanday chiroyli avatarka. Aytgancha, siz buni pulga zakaz qilishingiz mumkin yoki agar sizning kanalingiz yaxshiroq bo'lsa, Over Designni reklama qilsangiz, sizga u tekinga yasab beradi. Albatta, kanal havolasi opsiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'ling, sifatli va arzon dizaynlar. Hammaga omad, Over Design kanaliga obuna bo'ling. Rayim, bu yoqqa va nihoyat videoni ham olib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Aytgancha, Over Design kanaliga sen obuna bo'lganmisan? Yo'q, bo'lmaganman. Nima? Bu yoqqa seni. Xo'p. Kelmayapti ana odamam. O, telefon qilyapti. Aha. Bo'ldi, hozir. Menga telefon qilib aytdi, kelib qolgan ekan. Ana, kelib ham qolibdi-ku. Brat, men bu yoqdaman. Sizmi? Men kelavering. Hozir mashinamni haydab boraman. Ishqilib mashinam yursin-da, boya yurmayotgandi. Agar hozir ham yurmay qolsa pazor keyin olmasligi mumkin. Ishqilib yur, iltimos. Yaxshi. Yurdi. Demak, motori sovib bo'libdi. Yaxshi. Sekin mana shu yerga burib qo'yamiz. Yaxshi, bo'ldi. Okay. Ko'rib turganlaringdek mana shu mashinaga nima qilyapman? Almashyapman mashinamni. Bir gaplar, ustiga hech nima qo'yilmaydi mana bu mashina. Bilasiz, mashinam shu. Ko'rib oling, yo'q-yo'g'ini tekshiring, men siznikini ko'raman. Aha. Voy, o'tirib qoldim. Xo'sh. Yaxshi, juda ham yomon emas bo'ladi. Jentra adashmasam, eshiklar ochiladi. Yaxshi, eshiklar bugundan ochiladi. Juda ham qiziq gapiraman-da. Mayli. Brata, buni shuni birga bir almashtiramiz. Ustiga siz ham pul qo'ymaysiz, men ham qo'ymayman. Tushunarlimi? Aha, tushunarli. Mana sizga kalta, menga ham kaltni berdingiz. Rahmat, sog' bo'ling. Dokumentlarni berib qo'ygan. Dokumentlar mashinaning ichida. Meniki ham mashinaning ichida turibdi. Unda bo'lsa, sog' bo'ling, brat, sizga kattakon rahmat. Agar mashinada birorta ayb bo'lsa, menga kelavering bemalol. Qayoqqa olib ketmaysizmi? Keyinroq olib ketaman, men mashina haydashni bilmayman. Bolalar o'zi keladi. Aha, tushunarli. G'alati. Mashina haydashni bilmaydi ekan. Bolalar kelib olib ketar ekan. Mayli. Endi bu mashina ham meniki bo'ldi. Bu qizil esa xayrlashamiz qizil mashina bilan. Mayli. Xo'p, ana endi pullarni pulim ketmadi. Mana shu pullarni aytgandek avtosalon va zapravka uchun yig'yapman. Mana bu uy do'konimning oldidagi garajlarni bekorga sotib olganim yo'q. Xo'p, mayli. Bo'ldi. Keyingi qism chiqqunicha 9 ga obunachi qilib qo'yamiz. Qani, let's go. Albatta keyingi qismda nimalar qurishimni yozib qoldiring. Hammaga rahmat. Telegram kanalimga ham obuna bo'ling, Over Designga ham.